Muxlislar shu bilan birga men o'zim ham juda ham uzoq kutgan Avengers Doomsday teaser treyleri taqdim etildi. Bundan sal avvalroq Cinemacon'da taqdim etilgan yashirin teaser tahlilini YouTube'da matn ko'rinishida tahlil qilgan edik. Ko'ramiz, bu publikka chiqarilgan teaser aynan o'shami yoki Cinemacon'da boshqa, publikka boshqa chiqarishdimi? Ortiqcha fikrlarni va tahlilni video so'ngiga olib qo'yamiz yoki treylerdan keyinga. Hozir treylerga ketdik. Aha, boshlanish o'sha. Something's coming. Something is coming. Something we may not be able to deter before this day is done. Oh my god. Faced with an unthinkable decision. Oh my. Это aynan o'sha biz matnda tahlil qilgan something is coming. Men anaqada aniq eslayman bu so'zlarni men chiroyli etish uchun qancha yodlaganimni. Bu aynan o'sha. Oh. Avengers. With many warriors in my time. Oh my god. Oh my god. Ooh! Oh my god. Kimlar? Hop. Thor, Sam, Scott, Fantastic Four и Avengers. Orqa fon. Это Inclusion. Of us put together, and they died. They died facing enemies and threats. Gambit Shang-Chi. Everything that they sacrificed would be for nothing. Oh my god. To'g'risi men bilardim buni o'sha matnli versiyada Loki chiqishini, lekin baribir ko'rganda If we do not stand together, put aside your petty squabbles. Xudo mistik nimaga bunaqa? Presume nothing except this. If you return, you will return as brothers and sisters. Mark my words. We're going to need a miracle. This is Thor. It's not possible. It's not possible. Oh my god. Oh my god. Still Infinity Vision. Bundan keyin qanaqa qilib kutish mumkin endi? Kutmaslik mumkin, to есть. Internetda prikol bo'lgandek, xuddi o'sha Steve Rogers bitta futbolka cosplayerlarning orzusi, kostyum sotib olib o'tirishmaydi, bitta futbolka и jaket, tamom. Men Steve Rogersman. Xo'p, birinchi teaser to'g'risida ozgina gapiraman, undan keyin hozir o'zi bitta video syomka qilmoqchi edim. Ssenariy yozib qo'yganman. Unda ozgina Doomsday to'g'risida joy bor edi. O'shani mana shu videoni o'ziga tiqib o'ra qolaman. Mana shu ozgina gapirganimdan keyin uni gapirib o'taman. Mana bu taqdim etilgan poster to'g'risida biroz gaplar. Teaserga keladigan bo'lsak, xuddi o'sha men matnli ko'rinishda tahlil qilgan teaser bu. Men
matnli ko'rinishida o'zim o'qiganimda mana shunday tasavvur qilganman, lekin bu darajada epik emas. Hozir reaksiyani o'zidan ham ko'rdinglar. Aynan mana shu Xavier anaqa schooldan X-Mansion schoolni vayron bo'layotgan joy, undan keyin mana bu joylarda faqat bitta narsa, matnli ko'rinishida hamma joyda deyarli osmon qizil edi. Bular Marvel'ni odati teaserga yoki anaqaga publikaga chiqarganda kinoda bor detallarni bekitadi. Balkim o'shaning uchun bu joyda hozir osmon qizil emas. Aynan mana bu joyda Professor X qo'li bilan quyoshdan qo'lini bundoq mana aynan o'sha joyda ham sariq. Balkim bu vaqtgacha grafikani o'zgartirib sariq qilishgandir, lekin matnli ko'rinishida aynan qizil edi. Va undan tashqari mana bu Shuri va anaqa Reed Richards ayoli ismi esimdan chiqib qoldi. Короче, o'sha turgan joy ham mana shu joyda ham osmon qizil edi matnli ko'rinishida. To'g'risi meni xotiram yaxshi emas. Men buni tan olaman. Ismlarni yoki boshqa narsalar esimdan chiqib qoladi. Har doim men o'qib olaman. Hozir bu reaksiya bo'lganligi uchun men o'qimadim. Yana oldingi reaksiya videodagidek даже Galactusni qarab oldi deyish shart emas. Va undan keyin aynan o'sha detal men o'sha tahlilda ham aytganman. Aynan o'sha bizga hozirgacha tarqalgan posterlardagi Doktor Doomning kiyimi. O'sha aynan sovut, o'sha yashil ko'rinish va X-Mansion tashqarisi bilmadim. Hozir bu qanchalik X-Mansionga o'xshayapti orqa fon, yana balkim o'zgartirilgandir. O'sha gap bu o'sha joy. Va aynan mana bu joyi, hop, mana bu joyi. Internetda bu joy juda ham tarqaldi va mana bu to'xtatgan AIlar bilan muxlislar qancha qilib ko'rishdi. Va aynan mana bu nima derdi, Mjolnirni Steve Rogersga berib uni almashtirgan joy, balkim bu joy almashtirilgandir yoki tekstli versiyasida noto'g'ri aytilgandir yoki men noto'g'ri tushungandirman. Men o'ylaganman, что bu sahna aynan o'sha Thor va Doktor Doom urushayotgan joyda bo'ladi deb. Lekin bu yerda kорабльda bo'lyapti. Bu degani bu kорабль menimcha Fantastic to'rtlikning korabli va aynan o'sha tahlilga asta-sekinlik bilan o'tishni boshlasak, tarqalayotgan insaydlarga ko'ra Fantastic to'rtlik asosiy MCU olamiga o'tadi va buni eng birinchi bo'lib Thor payqaydi. Pastda yangi Avengers yoki Sam Wilson payqaydi. Uni biz Avengers anaqadan keyin ko'rdik. No, bu ancha keyin bo'ladi. Ungacha bu vaqtda Thor allaqachon payqagan bo'ladi va o'sha kemaga uchib boradi. Bu vaqtda katta ehtimol bilan Doktor Doom, Steve Rogers va Fantastic to'rtlik o'sha kemada bo'ladi. Steve Rogers qatdan kelib qoldi, Doktor Doom qatdan kelib qoldi. Doktor Doom po kanonu, agar kanonga asoslanadigan bo'lsak, Doktor Doom Fantastic to'rtlik bilan bir olamdan chiqishi kerak. Agar eski Fantastic to'rtlik versiyani eslasangiz ham, unda ham Doktor Doom Fantastic to'rtlik bilan bir olamda. Bunda ham xuddi o'shanday taxminlar bor. Balkim boshqa vселенныйdan o'tgan bo'lishi mumkin, lekin katta ehtimol Fantastic to'rtlik bilan bir olamdan. Steve Rogers ular bilan birga bo'lib qolishi. Steve Rogers bu ham insaydlar va taxminlarga ko'ra Steve Rogers Endgame so'ngida 60 ga ketadi. Peggy Carter bilan yaxshi yashashni boshlaydi. Va bu to'g'risida oldin ham gapirgandik, lekin ozgina qo'shimcha ma'lumotlar hozir. Va bu vaqt oqimini buzishni boshlaydi. Ya'ni bitta olamdan kelgan inson ikkinchi olamda ko'proq vaqt yashashni boshlaganda, u ikkalovi bir-biriga o'xshash bo'lganligi uchun ular bir-biri bilan bog'lanishga yoki bir-biri bilan to'qnashishga. Bu filmda Inclusion deydi. Boya men Inclusion deb baqirib yordim. Inclusion boshlanadi. Va aynan mana shu joyda Steve Rogers 60da bo'lgan va bizning asosiy MCU olamimiz bir-biri bilan Inclusion'ni boshlagan. Va aynan o'sha vaqtda multiversni ushlab turadigan Loki kelib Steve Rogersga "Sen betni buzyapsan. Davay sanga Steve Rogers ham, Peggy Carter ham yo'q bo'lgan olamni topib beraman" deydi va Fantastic to'rtlik olamiga o'tkazadi. Ana undan keyin bu olam bilan muammo yo'qoladi va endi muammo
fantastik to'rtlik olamida boshlanadi. Bilmadim buni avval Loki nimaga bilmagan, u yoqqa o'tkazsa u yoqda ham muammo bo'lishini. Buni endi kinoda bilamiz. Bu ham hozir taxmin. Va u vseleniyda olamda yurgan paytida muammo paydo bo'ladi va Doctor Strange, Doctor Doom, Reed Richards va Kapitan Amerika bu muammoni yechishga harakat qiladi. Yecholmaganligi uchun aynan muammoni ildizi bo'lgan olam, ya'ni bizning asosiy MCU olamimizga o'tadi. Bu insightlar yoki taxminlar. Ana endi posterga o'tadigan bo'lsak, aytgancha larni kechirasizlar, endi men tayyorlanganim ham yo'q, shunchaki reaksiya qildim, orqasidan gapirib yotibman. Men обычно ssenariy yozib tayyorlanaman. Men hozir ssenariy ham yozganim yo'q. Kevin Feige Shanxaydagi tadbirda Avengers Doomsday uchun yangi konsept artni ko'rsatdi. Buni Telegram kanalda allaqachon tashlaganmiz. Agar siz ham shu kabi yangiliklar, kichik hodisalar uchun shaxsiy fikr va eksklyuziv kontentlarni o'tkazib yuborishni xohlamasangiz, Telegram kanalga obuna bo'lib qo'yishingiz mumkin. Artda Avengers, New Avengers, Wakanda qahramonlari, fantastik to'rtlik va eski X-Men olamining eski qahramonlari guruhlangan holatda ko'rsatilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'pchilik bu poster Infinity War posteriga o'xshab qolgan, faqat sal qorong'uroq deb noqilishga ham ulgurdi. Lekin hozir hamma narsa eskishasiga yaxshi ketayotgan bir vaqtda poster bilan risk qilish kerak emas va Marvel buni to'g'ri qilgan. Konsept artda asosiy e'tibor Steve Rogers, Reed Richards, Cyclops, Thor va Doctor Doomga qaratilgan. Agar Infinity War'dagi mantiq bu joyda ham ishlasa, Reed, Steve va Cyclops eng katta ekran vaqtlarini oladi. Undan tashqari Thor ham eng asosiylardan biri. Ulardan farqli Hugh Jackmanning Rossamahasi va Tobey Maguirening O'rgimchak odami filmda juda qisqa ko'rinishi va bir-biri bilan urushishi internetda ko'p gapirilyapti. Ular filmda bo'lishi to'g'risida gaplar internetda rosa ko'p tarqalyapti va mana shu bir necha daqiqa uchun ham shukr. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Charchamang.